Hurmatli kuzatuvchilar, hammaga assalomu alaykum. Agar sizlarga ham xuddi shunday ma'lumotlar kerak bo'lsa, voqea chiqasizlar, qo'yinglar, yaxshi ko'radi, xizmat qilamiz. Umra cho'ramiz vaziyat bir qo'y qilyapti. Farzandlari katta yigitlar bo'lsin. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugungi go'shtimiz 68 kilo. Mana bu har bir siximizni bitta sixni o'zi 140 grammlik. Fardun aka katta rahmat. Qo'ylarmi bor edi o'sha. Kezilganmi? İşimiz avcıda. Nasıl bo'lsa ham pishirish jarayonini boshladik. Biz perchatka ishlaganimizda perchatkamiz bor. Ishla olmayapmiz. Yaxshi kunlarda xizmatlarda bunday hamisha qadrlaymiz. To'yimiz juda ajoyib qizyapti, marhamat. Jizzaxda bosim baba, Ishtixonda faxri shashlik. 71 kilo. Tamam, ko'tardik. To'yda xizmat qilyapsizlar. Xizmatlaringizga rozi bo'lib ketayapman. Ya bugun to'ygina chaqiraman. Bular ish mana shu avjida. Amma faqat bu opatishga bor ekan demasmi endi? Hamma bo'lar. Bir var. Aka 72 kilo go'shtni pishirib shuncha xalqqa berish juda murakkab ish. Gap yo'q, mana shartda 70 ortiq yo'q. Har qancha gap yo'q. Bizlarga to'yga mana shunday xizmatlar bo'lsa, aytaverasizlar. Shashligimizni oxirlarini siqlab oldik. Ko'pincha biz rost xizmatimiz lozim. Yoshlar katta bo'lsin, ishing lozim dedi. To'qqaz oltin bo'lsin, davrda yaxshi bo'lsin. Pul yo'qlar. Allohga rozi bo'lingizlar. Yaxshi kunda.